Assalamu alaykum. Qarindoshlar, hammanglarga Allohning rahmat salomlari bo'lsin. Qorchoq rais Shuhrat Zakir yolg'on so'zlama. Tunigun Beyjingda axborot sohasiga qilgan so'zida atalmış Uyg'ur avtonom rayonining Qorchoq raisi Shuhrat Zakir lagerdagi barliq tutqunlarning qo'yib berilganligini, ularning o'zi fikr bo'yicha uyga berib keladiganligini aytdi. Undaqda yo'llashim hem urug' tuqqanlarim bo'lib, 50 nechadan ko'p kishi lagerga qamalgan, hem uzun muddatlik hukm e'lon qilingan bir inson zulm chekkan Uyg'urning birisi bo'lish sifatim bilan kallasi margizmning yovuz yolg'onchiligi bilan yo'yilib ketgan qo'rchoq amaldor Shuhrat Zakirdan so'rab baqay. Mening yo'ldashim Sadir Ali qani? Mening onam nada? 90 yaşga kirib qolgan tağam Abidin Damillacım qani? Jiyan qizim Sargul Rozi nada? Nima deb 2 yildan beri ularning birisining xabari yo'q. Ular hayotmi, qayerda? Bugun ularning beshiga kelgan bu kun Әтіла сеніңмі бешіңгі келеді. Менің тұққаларымны қойып бәр, тыздың қойып бәр. Әр қандақ жинайетінің сорғы болуды. Мен барлық тұққаларымның саламет болышын тәләп қылымен. Әгер олардың бірсігі зәхмет етедіған болса, дүниядығы барлық хаққаниетчі инсандек халық білән бірлішіп, мәңгі тоқтымай чоқан салымен. Таки сән вә сенің вәйлун дозықи Əbləxlərin cəzağa tartılmağıca. Davam qılıman. Qarindoshlar, hammanglar dast turinglar. Vaqt yetib keldi. Hammanglarni Allohga topshirdim. Allohga amonat.